Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkinchi darsimizni boshlashimizdan oldin sizlarga bir yangilik aytmoqchi edim. Endi darslarimizni matematika master kitobi orqali yuritib boramiz. Uning ichidagi mavzulari va mavzularning orasida ham bir nechta misollarni ko'rib ketaveramiz. Xo'sh, bugungi mavzumiz manfiy va musbat sonlar ustida amallar. Manfiy va musbat sonlarni birinchi nimaligini bilib olaylik. Koordinatalar sistemasi bor edi. Mana bu yerda 0 degan o'q bor. Bu tomonga ham, ikki tomonga ham cheksiz ketgan. Keyin o'sha 0 ni o'rtaroqdan, ya'ni markazroqdan chizaylik. 0 degan nuqta bor. Bu tomondagi sonlar musbat sonlar hisoblanadi, ya'ni o'sha 0 ning o'ng tomonidagi sonlar musbat sonlar hisoblanadi. Chap tarafidagi sonlar esa manfiy sonlar hisoblanadi. Xo'sh, manfiy sonlar, musbat sonlarni birinchi yozadigan bo'lsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va hokazo cheksizlikka qarab ketadi. Bu tomonda esa faqat minus bilan farq qiladi. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 va hokazo bu tomonga ham cheksiz ketadi. Demak, manfiy va musbat sonlar ustida amallarni darsini boshlaymiz. Xo'sh, bizga asosan manfiy va musbat sonlarni aniqlash beriladi. Aniqlash shunchaki oldidagi ishora manfiy bo'ladigan bo'lsa, bu manfiy son hisoblanadi. Agar oldida hech qanday misollarda ham oldida hech qanday ishora bilan kelmasa, ular musbat sonlar hisoblanadi. Misollar ko'rik, ya'ni ularni qo'shish va ayirish to'g'risidagi misollar. Amallarni bajarish tartibi. Har xil ishorali sonlarni hisoblash. Bundan oldin manfiy va musbat sonlar ustida amallardan misol uchun bizga berdi. Bu kitobimizning xo'sh 3-betidan boshlanadi, ya'ni manfiy va musbat sonlar ustida amallar. 7-misoli. 7gacha bo'lgan misollari oddiy shunchaki qo'shish, sonlarni qo'shish bo'lgani uchun uni ishlab o'tirganimiz yo'q. Xo'sh, bizda shart berilibdi, manfiy sonlar berilgan qatorni toping deb. Birinchisi bu manfiy, ikkinchisi oldida minusi bor, bu manfiy. Bunisi musbat. Bunisi 0, musbat ham emas, manfiy ham emas. Demak, birinchisi umuman bo'lmaydi ekan. Hammasi manfiy bo'lishi kerak edi. Ikkinchisida bu musbat, bizga manfiy kerak. Bu ham musbat. Bu ham musbat, bu ham musbat, bu ham musbat. Demak, bu qator ham bo'lmaydi ekan. Uchinchisida -5 manfiy, -2,7/15 manfiy, -19 manfiy. Xo'sh, -2 zur qayerda bir xato ketdimi deganman. Uchinchisida 19 26 ni o'zi ekan. 26 ekan. Bu ham manfiy hisoblanadi. Demak, hozircha bizda bittasi to'g'ri ekan. Xo'sh, keyingi qatorni ko'radigan bo'lsak 5 musbat, 4 musbat, 3 musbat, 2 musbat, 1 musbat. Bu qator ham bo'lmaydi. Hammasi musbat bo'lib qoldi. Shuning uchun bizda bitta, uchinchisida hamma manfiy qatorlar berilgan sonlarni topdikmi? Demak, uchinchisi, ya'ni D javob hisoblanadi ekan. Ular manfiy va musbat sonlar ustida amallar ekan. Keyingi mavzumiz amallarni bajarish tartibi. Biz o'sha qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish bir vaqtning o'zida kelib qoladigan bo'lsa, qaysi biri birinchi bajarilishini bilib olishimiz kerak birinchi o'rinda. Xo'sh, birinchi o'rinda narsani bo'ladi, bitta son va keyin yana bitta son keldi. Misol uchun 7 minusdan 4 plus 9 mana bu yerda -8 teng desin. O'sha misolda ishla deb berdi. Biz nima qilamiz? Ishoralarga qaraymiz. Musbat, mana buning oldida ham musbat bor, faqat yozilmagan. Manfiy, musbat, manfiy. Demak, ko'paytma va bo'linma aralashmadimi? Ya'ni minus bo'lib kelyapti yoki hammasi plus bo'ldi yoki hammasi faqatgina musbat va manfiy ishoralar orqali foydalanilgan bo'lsa, buni shunchaki ketma-ketlikda bajarib ketamiz. Ya'ni 7 -4, 7dan 4 ni ayirsak 3, 3ga 9 ni qo'shsak 12,
12 dan 8 ni ayiradigan bo'lsak 4 chiqar ekan. Agarda bizga mabodo o'sha 7 mana bu yerda minusdan hozircha qavs shart emas, keyingisida qavs qo'yamiz. 8 bo'lingan 4 plyusdan 9 minus 5 ko'paygan 2 deb berilgan bo'lsin. Buni hisoblab dedimi? Endi qaraymiz. Mana bu yerda minus kelyapti, bo'linma kelyapti, plyus kelyapti, minus kelyapti va ko'paytma kelyapti. Bunda bo'linma va ko'paytmani birinchi o'rinda ishlab olamiz. Ya'ni 7 ayrilgan 8 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 2 chiqadi. Qo'shilgan 9 ayrilgan 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10 chiqadi. Endi boya birinchi usulda, ya'ni ketma-ketlikda bajarib ketaveramiz. 7 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak 5, 5 ga 9 ni qo'shsak 14, 14 dan 10 ni ayiradigan bo'lsak 4 chiqadi ekan. Yana bir eslatma. Hozir. Manfiy va musbat teng kuchga ega. Lekin mana bu yerda bo'linma va ko'paytma kuchliroq, ayirma va musbat va manfiyga qaraganda. Chunki bular kuchliroq hisoblanadi. Chunki mana bu yerda ham birinchi bajarilyaptimi, demak ularga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar buni birinchi bajarmasdan ketadigan bo'lsak, biz chalib qolishimiz mumkin. Va keyin ko'paytma va bo'linma bir vaqtning o'zida kelib qoladigan bo'lsa, ular ham xuddi yig'inda va ayirmaga o'xshab ketma-ketlikda ishlanadi. Bunga ham bitta misol yozadigan bo'lsak, 8 bo'lingan 4 ko'paygan 2. Buni ketma-ketlikda ishlashga majburmiz. Javob o'zgarib ketadi bo'lmasa. 8 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 2, 2 ni 2 ga ko'paytirib 2 qoldi, ko'paygan 2, 2 ni 2 4 ga teng. O'shani bo'lingan 4 ko'paygan 2. Birinchi ko'paytmani birinchi ishlab oladigan bo'lsak qanaqa bo'ladi ekan? 4 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8 bo'lingan 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 bo'lib qoladi. 8 kira 8 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 1 chiqyapti. Ikkita javob ikki xilga o'zgarib ketyapti. Bu 4 barobar kichirayib ketyapti. Demak, buni ketma-ketlikda bu yo'limiz xato ekan. Ketma-ketlikda ishlashimiz kerak ekan. Bundan xulosa qilib chiqarsak bo'ladi, ya'ni bo'linma va ko'paytma teng kuchga ega. Agarda yana bitta savol, 8 bo'lingan 4 plyus 3 plyus 1 deb beriladigan bo'lsa, bunda qavsning ichi birinchi ishlanadi. Bo'linmaga ham qaraganda qavsning ichini birinchi ishlab olamiz. Ya'ni 8 bo'lingan 3 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 4. 8 ni 4 ga bo'lsak esa 2. Endi shunaqangi narsa bor bizda. Bular teng kuchga ega edi. Ya'ni bular teng kuchga ega, bo'linma va ko'paytma. Keyingisi ishoralar orasidagi munosabatlar. Bizda berilgan bo'ladi -14 plyusdan -8 deb beriladigan bo'lsa, bu yerda ishoralar orasidagi munosabatlar, ya'ni -14 mana bu bundagi minus va plyus ko'payib ketadi va minus bo'lib qoladi. -8. Ishoralar bir xil bo'ldimi? Ularni shunchaki qo'shib qo'yamiz. 14 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 22, minusdan 22 chiqadi. O'sha narsani yodlab olishimiz kerak. Biz musbat va manfiy ko'payadigan bo'lsa, o'rta ko'paytma bo'ladigan bo'lsa yoki bo'linma bo'ladigan bo'lsa, o'rtasidagi munosabat manfiy chiqadi. Musbat va musbat ko'paysa yoki bo'linsa, bu musbat chiqadi. Manfiy ko'paytirilgan musbat bo'ladigan bo'lsa ham manfiy chiqadi. Manfiy ko'paytirilgan manfiy bo'ladigan bo'lsa esa bu musbat chiqadi. Ya'ni musbat va manfiy ko'payapti yoki bo'linganda manfiy chiqish nima degani? Ko'plar tushuntiradi, do'stimning dushmani dushmanimdir. Yoki mana dushmanimning do'sti dushmanim. Mana bu yerda do'stimning do'sti do'stimdir bo'lib qoladi yoki dushmanimning dushmani do'stimdir bo'lishi mumkin. Lekin biz juda katta beriladigan bo'lsa buni qiynalamiz. Do'stimning do'stining do'stining dushmani bo'lsa, birinchi uni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Undan ko'ra mana bu yerda tayoqchalar
yordamida foydalanamiz. Ya'ni musbat ishoraga ikkita tayoqcha ketgani uchun buni 2 deb hisoblaymiz. Manfiyda bitta tayoqcha bo'lgani uchun 1. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 3. O'sha tayoqchalarni qo'shib chiqamiz. Tayoqchalar toq chiqadigan bo'lsa manfiy ishorani belgilaymiz. Agarda tayoqchalar juft chiqadigan bo'lsa musbatni. Birinchisida tayoqchalar bu yerda 2 ta, bu yerda bitta 3 ta bo'ldi. 3 ta 3 soni toq hisoblangani uchun manfiy bo'lyapti. Mana bu yerda esa 2 ta, 2 ta, 4 ta. 4 ta tayoqcha bo'lyapti. Tayoqchalar juft bo'lgani uchun bunisi musbat bo'lib qolyapti. Mana bularda ham tayoqchalari toq bo'lgani uchun manfiy chiqyapti. Bu yerda 2 ta tayoqcha juft bo'lib qolgani uchun bu yerda musbat kelib chiqyapti. Keyingisi har xil ishora sonlarini hisoblash. Manfiy va musbat sonlarni biz aniqlab oldikmi? Demak, endi har xil ishora sonlarni hisoblashga o'tamiz. Birinchi ularning ham turi bor. 2 turga bo'linadi hisoblash. Bir xil ishora sonlarni hisoblash bor, keyin har xil ishora sonlarni hisoblash bor. Bir xil ishora sonlar nima degani? Ikkalasi ham ishorasi bir xil bo'lsa. Matematiklar shunday kelishgan, mana bu 24 soni shunchaki yozilgan bo'lsa, buning oldida plus degan ishora bor deb kelishgan. Shunchaki yozmaymiz deyishgan. Demak, bir xil ishora sonlarni qo'shishda ishoralarga e'tibor bermay ularni qo'shamiz va umumiy ishorani saqlaymiz. Buni qo'shadigan bo'lsak, 4 ga 9 ni qo'shsak 13, birdilda 2 ga 4 ni qo'shsak 6, birdildagina 7. Bu 73 bo'ldi. Endi ikkinchi turdagisi har xil ishora sonlarni qo'shish. Har xil ishora sonlarni qo'shishda kattasidan kichigini ayirib, kattasining ishorasini saqlaymiz. Ya'ni mana bu yerda ikkita son bor. Bittasi -69, ikkinchisi 48. Ikkalasini biz qo'shishimiz kerak. Qo'shishimizdan oldin birinchi qaysi biri kattaligini aniqlab olishimiz kerak. Bu yerda 69 soni katta 48 dan, shuning uchun 69 dan 48 ni ayiramiz. Ya'ni minus ishorani chiqarib qo'yamiz va 69 ayrilgan 48 teng. Buni hisoblaydigan bo'lsak, minusdan 9 dan 8 ni ayirsak 1, 6 dan 4 ni ayirsak 2. Javobimiz esa -21 kelib chiqyapti. Uchinchisi -76 plus 29. Kattasidan kichigini ayiramiz va kattasining ishorasini yozamiz. Kattasi bizda 76, ya'ni minusdan minusni chiqarib turamiz va 76 plusdan 20 -29 teng. 76 dan 29 dan ayiradigan bo'lsak, minus ishorani yozib qo'yaveramiz. 16 dan 9 dan ayirib bo'lmaydi, shuning uchun bitta qarz beramiz. 16 dan 9 dan ayirsak 7. Mana bu yerda 6 qoldi. 6 dan 2 ni ayirsak 4. Bunda javobimiz -47 chiqyapti. Endi mana bunda hisoblaydigan bo'lsak, 49 dan 93 ni ayirishimiz kerak ekan. Bunda qaraymiz, qaysi biri katta? 93 katta. 93 dan demak minus ishorani chiqaramiz ekan. Minus ishorani chiqardik va 93 havuz ichida ayiramiz 49 da. Teng. Minusdan minus ishorani yozib qo'ydik. 3 dan 9 ni ayirib bo'lmaydi, bitta qarz ayiramiz. 13 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak 4. Xo'sh, bu yerda 1 ga kamaydi, 8 qoldi. 8 dan 4 ni ayirsak 4. Va -44 chiqyapti javobimiz. Demak, ikki xil ekan, har xil ishora sonlarni qo'shishda ishoralar bir xil bo'ladigan bo'lsa, yana bitta misol kerak. Ikkalasi ham manfiy bo'lishi mumkin. Biz hisoblaymiz. -34 -76 degan bo'lsin. Buni hisoblaydigan bo'lsa, ishoralar bir xilmi? Ishoralarga e'tibor bermay ularni qo'shamiz va umumiy ishorani saqlaymiz. Umumiy ishoramiz manfiydan, ya'ni ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 4 ga 6 ni qo'shsak 10 ning 0, birdilda 7 ga 3 ni qo'shsak 10, boyagi 1 bilan 11. Demak, javobimiz minusdan 110 ekan. Ya'ni sizda -34 ming qarzingiz bor. Ya'ni o'shanga yana -76 ming qarz qo'shilyapti-da. Ya'ni 76 ming so'm qarz oldingiz va umumiy qarzingiz 110 ming so'm bo'ldi deb tushunsak bo'ladi. Demak, ikki xil bor ekan, bir xil ishorali, bir xil va har xil ishorali sonlarimiz bor ekan. Sonlarni qo'shishimizlik tur ekan. Bir xil ishorali sonlarda ishoralarga e'tibor bermay ularni qo'shamiz ekan. Har xilda esa kattasidan kichigini ayirib, kattasining ishorasini saqlaymiz ekan. Bu har xil ishora sonlarni hisoblash eng oson yo'li hisoblanadi.